Hammamiz kelinlar qo'zg'oloni kinofilmni ko'rgan bo'lsa kerak, hurmatli qadrdonlar. Demak, bizning bugungi lokatsiyamiz Istiqbol mahalla, Barkamol avlod ko'chasida bo'lyapti. Bu yerda sizlarga umumiy maydoni 15 sotuvli bitta xonadonimizni ko'rsatmoqchimiz. Kelinlar qo'zg'oloni deganimiz sababi xonalarning soni ham juda ham ko'p, 15 ga yaqin xonalar mavjud. Demak, fasad qismini aytadigan bo'lsak, bu yoq 44 metr tashkil qilyapti. Xuddi shu toshli devorimizdan oxirigacha bu qismidan ham bemalol ko'chani ikkinchi tarafidan chiqib ketish imkoniyati mavjud. Bu yoq 34 metr tashkil qilyapti. Xonadonimizning asosiy kirish qismi eski usulda yog'ochli katta eshiklari bor. Bismillah. Kirishimiz bilan shunaqa darvozaxonani ko'ramiz. Bu tarafga ham, bu tarafga ham naveslar tushirilgan. Tepada bu yoqda ko'rishimiz mumkin ikkita uy, bitta ayvon, u yoqda ham ikkita uy, bitta ayvon, o'rtada bitta zali. Umumiy hisobda 5 ta xona, ikkita ayvoni mavjud, ya'ni 7 ta. Bu tarafda esa uzunakasiga 6 ta xonalari mavjud. Hammasida o'zining yotoqxonasi, mehmonxonalari alohida tushirilgan. Bu yoqga bemalol ko'p oilali, ko'p farzandli oilalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yashash imkoniyati mavjud. Oshxonalari, hammomlari. Endi hozirda bu yoq anchadan beri uy egalari turmagan. Ichkari taraflari ozgina tartibsiz bo'lganligi uchun keladigan odam qiziqib ko'rsa, 1-2 kun ichida chiroyli qilib to'g'rilab qo'yamiz deb aytishyapti. Bu yoqda hammomlar joylashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin letniy kuxnalarni. Akamiz oldin issiqxonaga ham qiziqqan ekanlar. O'shaning uchun bu yoqdan bitta maydoncha ajratib qo'ygan ekan. Issiqxona o'rnida oldin ishlatishgan ekan. Hovlini ko'rishingiz mumkin. Mevali daraxtlar ekilgan, hammasi hosilga kirgan. Katta daraxtlar. Aytib o'tganimizdek, ilgari bu yoqda hech kim turmagan, anchadan beri. O'shaning uchun uy ozgina qarovsiz holatda bo'lib qolgan. Lekin suyagi butun baquvvat uylardan tepani ko'rishingiz mumkin. Shiftlari baland, naveslar tushirilgan. Past tarafda ikkita uy tegida podvallari ham bor. Bu yoqda ham garajimiz bor, bu yoqda ham garaj o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, 15 sotuv maydoniga ega 15 ta xonadan iborat bo'lgan ushbu xonadonimiz uchun hozirda so'ralayotgan summa 140 mingni tashkil qilyapti. Albatta, past tarafda aloqa chiqish nomerlarini qoldiramiz. Naqd pul bilan keladigan bo'lsanglar, chiroyli qilib bemalol kelishtirib olishingiz mumkin. Lokatsiyasini doimgidek Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Bizdan yanada ko'proqni kutib qolasizlar. Uy bor parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.